Ayol kishini matkasi yosh bo'lsa, ayol yosh bo'ladi. Matka po'shenya hozirgi kunda juda ham ko'p ayollarda uchrayotgan holat hisoblanadi. Yaqinda meni qabulimga bir ayol keldilar. Ularda shunaqa darajada matka tushib qolganki, hatto ginekologlar tomonidan kumush probka taqib qo'yilgan. Agar kumush probka taqilmasa, aposhenya shu darajada kuchliki, holatidan pastga tushib qoladi. Men ular holatlarini ko'rdim va vaginalniy zulum muolajasini tavsiya qildim. Olib ketdilar. Bir oydan keyin keyingi lecheniyaga keldilar va meni juda ham xursand qiladigan holat. Ular aytibdilar, sizdan vaginalniy zulum olib ketganimdan keyin kumush probkamni umuman taqmay qo'ydim dedilar. To'g'ri, aposhenya to'la to'kis hali tepaga ko'tarilmagan. Lekin eng xursand bo'lib turgan holat aposhenyada endi probka taqmayaptilar. Xo'sh, zuluk qanday yordam bergan? Zulukning foydalari haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, zulukning asosiy shifosi uni og'zidagi so'ligida. Juda ham ko'p aktiv fermentlari bor. Bulardan eng aktivi kollageni, oqsili, kumush suvi, gerudin moddasi va kuchli antibiotika. Endi yuqorida aytgan kollagenim oddiy kollagenga nisbatan 400 ming barobar kuchli kollagen. Bu qin ichki devorlariga zuluk yordamida tashlangandan keyin matkada qon aylanishi yaxshilanadi, matka yosharadi. Tabiiyki bilamiz, ayol kishining matkasi yosh bo'lsa, ayol yosh bo'ladi. Ayol energiyaga to'ladi. Shuning uchun ularda, ya'ni kollagenni tashlab berganligi hisobiga matkada yaxshi qon aylanishi boshlangan va aposhenya sezilarli darajada tepaga ko'tarilgan.